bolajonlar. Mana bugun siz bilan ana shu unli kasrlar mavzusini mustahkamlaymiz. Siz bilan bugun qisqagina test metodini bajaramiz. Hozir sizga topshiriq beriladi. Mana shu yerda savollar turibdi, testlar turibdi. Har bir savollaringizni o'qib, doskada mana shuni javoblarini topib ko'rib berasiz, tushuntirib berasiz. Xo'p, har bir guruhga bo'lib beraman hozir. Bittadan chiqasiz. Xo'pmi? Ketma-ketlikda chiqamiz. Birinchi guruh bilimdonlar guruhi chiqsin. Demak, hozir doskaga kim chiqaramiz? Kim chiqadi? Yana kim chiqadi? Qani, nega o'ylayapsizlar? Qani Nozima chiqar ekan. Xo'p, Nozima qizimiz chiqar ekanda o'qiydi hozir. Tez-tez o'qi. Bittasini oldi o'qi. O'nlik kasr ko'rinishida yozing. Dara chiqib yoz. O'nlik kasr oldin o'zini yoz, keyin o'nlik kasrga aylantir. Tez-tez qilinglar. To'g'rimi? Xo'p, ikkinchi o'quvchimiz. Ikkinchi guruhdan Shahzodaxon, qani? Tez-tez yozamiz. O'nlik kasr ko'rinishida yozing. Ha, uniki ham o'nlik kasr ko'rinishida yozing ekan. Xo'p. Xo'p, birinchi guruh. Sig'adimi? Xo'p, juda ham yaxshi. Rahmat. Yopishtiramiz. Yopishtirib joyiga. Yordam beraymi? To'g'rimi? To'g'ri qildikmi? O'sha ushlaganning yoniga yopishtir. Bo'lmasa tepasiga yopishtir. Mana. Shahzoda. Hop. Uchinchi guruhdan Odina qiz chiqar ekan. Hop. O'nlik kasr ko'rinishida Juda ham yaxshi. O'nlik kasr ko'rinishida yozar ekan. Uchinchi guruh. Hop, juda ham yaxshi.